Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana hozir Begomislarimizda 3 yildan beri ishlayotgan turk firmamiz bor. Landscape dizayner qilib beradigan turk firmamiz. Turkiya va O'zbekiston qo'shma korxona qilingan. Xudo xolasa bu joyga 3 yildan beri birgalikda ishlayapmiz. Begomislarimizni olib keldik. Mana 1 tonna olib turadi. Obyekti bor ekan. Obyektga ham 4 tonna zakaz qildi. U joyga olib borib beriladi. Bu joyda landscape dizayner, daraxtlar, Turkiya va Italiyadan kelgan daraxtlarimiz bor. Aytgan landscape dizaynerlarini qilib, chiroyli qilib, garantiyasi bilan qilib beriladi. Mana xudo xolasa har xil gullarda, har xil razmerlarida. Bu mevaga o'xshab gullar turadi. Bu joyda kichik gullar bor. Andijon shahar Ko'makaydan o'tishda Ko'makaydi guruhidan aeroport tarafga qarab yurganda Garder Center degan shu yo'l yuzida shunday daraxtlar, mevasiga o'xshagan nimalar, urug'lari ham bor ekan. Podpisaniyaga nomerlarni qo'yib qo'yaman. Kimga shunaqa daraxtlar, shunaqa landscape qiladigan xizmat keraklar bo'lsa, xudo xolasa xizmatinglar bo'lsa, chiroyli qilib qo'yib berishadi. Har xil turdagi archalari ham bor. Katta razmerda archalar desangiz, uyingizda holatiga qarab tayyorlab berishadi. To'liqroq ma'lumot olish uchun shu ekranda ostida nomerlarini qo'yib ketamiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin.